Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina shahri. Orqamda Madina hokimligi, shahar hokimligi deylik. Mana bu orqamdagi masjid jomi bu eski turk jomisi va yonida hozir borayotgan yeri mana ko'rinib turgan bu eng tarixda katta ahamiyatga ega bo'lgan vokzallardan biri hisoblanadi. Hali oldiga borsam gapirib beraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'rtoqlar, orqamda turgan mana shu vokzal Abdulhamidxon davrida qurilgan vokzal hisoblanadi. Bu vokzal 1900-yil Istanbul Hijoz yo'nalishida qurilgan ekan va 1905-yilda Madinaga birinchi o'sha poyezd yetib kelgan ekan. Bu birinchi jahon urushi davrida qurilgani uchun İstanbulliklar aynan Osman imperiyasi birinchi bo'lib buni tarixdan ma'lumki Abdulhamidxon oxirgi islom xalifasi tashabbusi bilan bu vokzal Istanbul Hijoz yo'nalishida qurilgan. Bilasizlar, qurilishida Almaniyaliklar, ya'ni Germaniya va Buyuk Britaniya ko'mak bergan. Ko'mak bergani sababi ham u ham Abdulhamidxonning tashabbusi bilan juda ham ko'p suhbatlar, juda ham qarshiliklar bo'lgan, lekin alhamdulillah 1905-yili birinchi poyezd Madinaga yetib kelgan. Makka shahriga ham juda oz qolgan, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra Makkagacha yetib bormagan poyezd. Birinchi yo'nalishda mana shu poyezd urush davriga to'g'ri kelgani uchun Osmon imperiyasi bu vagonlarda ko'proq qurol-yarog' tashishgan. Keyinchalik o'sha ziyoratchilarni kelib olib kelishgan. Keyinchalik bu temir yo'lni doimiy yurishligiga xalaqitlar bo'lgan, chunki bu Madinagacha bo'lgan, Istanbuldan to Madinagacha bo'lgan masofada mustaqil davlatlar ko'p bo'lgan va bularni tazyiqi, turli xil siyosiy jihatlari orqali bu narsa qolib ketgan va shu mana hozir shunchaki muzey sifatida foydalanilmoqda. Afsus, vokzal ichiga qo'yishmaydi, adashmasam, chunki hech kim kirmayapti, yopiq. Balkim avariya holatda bo'lgani uchundir. Lekin o'shancha yildan beri saqlanib kelyapti. Mana bu hovli qismi. Al Madina Golden Hotel ekan, Nabangni oldida qarang. Bizga shukr, o'tiribmiz mehmonxonada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina Munavvara bugun 3-aprel Shavvol oyining 4-kuni hisoblanadi. Adashmayotgan bo'lsam, ro'za tutyapmiz alhamdulillah. Ya'ni Shavvol oyida kimki 6 kun ro'za tutsa, ya'ni 30 kun Ramazon, 6 kun Shavvol, yoniga bitta 0 qo'ysa 360, ya'ni 1 yil ro'za tutganga teng bo'lar ekan. Madina havo harorati 30 gradus. Alhamdulillah, juda ham chiroyli shahar. Mana navbatdagi 307-darvoza.